Akalar, kecha yomg'irdan keyin hamma yoq chuvalchang bo'lib ketdi. Chuvalchang yomg'ir yog'dimi? Buni qaranglar. Kardonlar orqasimi? Chuvalchanglar. Qani hozir mana shu yerda shunday yig'ishtiramiz. Qancha chuvalchang chiqadi ko'rasizlar. Chuvalchang yomg'ir yog'di, rahmat yomg'iri. Mana. Kardonni ustida tagidan shuncha. Kardonni olganim yo'q. Mana. Mana chuvalchanglar. Buni qaranglar. Ko'prigini. Chuvalchanglar yomg'irda yerda betiga chiqib oladi. Yerda nam ko'payganligi sababli yer yuzasidan buni bochkalarni ichida tagida tepasida ham turibdi. Mana ularimiz tayyor begamiz. Bularni ilash kerak. Biz go'nglarda qo'ylar bor. Qo'ylar go'ngidan begamiz ishlab chiqaramiz. Chuvalchanglar, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar mana uni qarang. Go'shib qo'yganini qarang endi. Bular tayyor o'g'it. Bunga bu chuvalchanglar tashamaymiz. Bu chuvalchanglarni yoki yangi go'ngga tashlaymiz. Mana. Har bitta nimani tagidan ko'rinyaptimi? Sizlarga buni video qilib ko'rsatyapman. Mana chuvalchanglar. Biz yangi boshlaganimizda qo'ydi go'ngi bo'lmasdi. Qo'ydi go'nglarini ham yeyapti bular. Mana kardonlar orasida ham bor. Ular tayyor o'g'it. Buni elakdan o'tkazamiz. Elakdan o'tkani mana. O'sha qo'ydi go'ngini tayyor gomisi. Kimga go'nglarni olib olish, atxotlar tosh-moshlarni olib olish.